Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bir birodarimiz savol berdilar. Men reklama chiqarish firmasida ishlayman va bu reklama chiqarayotganimizda har xil islom dinida harom qilingan rasmlar, har xil sharoblar reklamalari va ichida shirk aralashgan narsalar ham chiqariladi. Mana shuni gunohlariga men ham sherik bo'lamanmi? Menga ham gunoh bo'lishligi mumkinmi deb so'rabdilar. Inson bir yaxshilik qiladigan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, "Man sanna fil islami sunnatan hasana", kim bir islomda yaxshi bir yo'l qoldirib ketgan bo'lsa, yaxshilik qilib ketgan bo'lsa, unga shu inson shu qilgan ishining ajri va shu yo'lga ergashganlarning ajri yetib turadi. Kimki islomda bir yomon ish qilib, yomon yo'l tashlab ketgan bo'lsa, mana shu qilgan ishining gunohi va bu insonda ergashgan insonlarning gunohi ham bunga yoziladi deb aytganlar. Shuning uchun har bir ish qilinayotgan paytda siz bir ish qiladigan bo'lsangiz va bu ishingiz orqasidan boshqalarga gunoh yetadigan bo'lsa, albatta siz shu narsaga sherik bo'lasiz. Bir reklama chiqarishlikda inson harom narsalarni tarqatayotgan bo'lsa, har bir mana shu harom narsani ko'rgan har bir inson gunohkor bo'ladi va bu insonni masalan bir reklamani 50 ta odam ko'rgan bo'lsa, 50 ta odam har bittasi alohida gunohkor bo'lsa, sizga mana shu 50 ta gunohkorning hamma gunohi ularga ham sizga ham teng yoziladi. Siz u bitta inson ko'rishligi bilan o'ziga bitta gunoh yoziladigan bo'lsa, sizga 50 ta odam ko'rishligi bilan sizga 50 ta gunoh yoziladi. Ammo agar shirk tarqatilayotgan bo'lsa, siz shirkka rozi bo'lib, shirkni tarqatayotganligingiz uchun bu ishingiz ham shirk bo'ladi. Inson shirkni tarqatishlikka sababchi bo'lib va bu shirkni tarqatilishlikka rozi bo'ladigan bo'lsa, bu inson o'zi shirk amali qilib dindan chiqib ketadi. Shuning uchun bu reklama tarqatishlikda harom narsalar tarqatayotgan bo'lsa, inson gunohkor bo'ladi va shu haromga sherik bo'ladi. Shirk tarqatayotgan bo'lsa, shirk tarqatishlik manbasi bo'ladigan bo'lsa, mana shu shirk qilinishligiga inson sherik bo'ladi. Shuning uchun bu juda ham katta bir xatarli narsalardan va harom yo'l bilan topilingan pul ham, mana shu reklama orqali topilingan pul ham harom bo'ladi. Bu insonni yeyishligi harom. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, bir inson keladi safardan kelgan, ya'ni bu safardagi inson duosi qabul qiladigan o'rin va inson qo'lini ko'tarib duo qilsa qabul qiladigan o'rin va ey Robbim deb duo qilsa qabul qilinadigan o'rin. Lekin bir inson musofir bo'ladi. Qo'llarini ko'tarib ey Robbim deb duo qiladi. Aslida bu qabul qilinishlik o'rinlari. Lekin bu insonni duolari qabul qilinmaydi. Nimaga? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, va ma'kaluhu haromun va mashrabuhu haromun va g'uziya bil harom. Yeydigan narsasi harom, ichadigan narsasi harom, harom narsani ustiga qurilingan bu inson. Kiyimlari hamma narsa haromdan kelgan. Bu insonni anna yustajabalah. Bu insonga qanday duosi qabul qilinsin deydi. Shuning uchun harom narsadan yeyotgan, harom narsadan ichayotgan insonni ibodatlari ham, duolari ham qabul qilinmaydi. Ya'ni bu gunohlarga sherik bo'lishligidan tashqari, bu gunoh orqali kelgan pullar ham harom bo'ladi. Bunga yeyilingandan keyin farzandlari yeydi, ayoli yeydi va boshqa narsalar ustiga quriladi. Natijada mana bu narsa hammasi harom bo'ladi. Insonning duosi ham, ibodat ham qabul qilinmaydi. O'shuning uchun inson o'zini rizqini halol yo'ldan topishlikka harakat qilishi kerak. Va bunday ish harom yo'l bilan boyigandan ko'ra, ozgina rizq bilan inson halol narsa bilan yashab, bunday ko'p bir mablag' kelmasa ham boshqa bir halol ish topishligi kerak. Mana bunday reklamalar orqali inson harom tarqatib, shirk tarqatib, o'zi ham qiyomatga borsa amallardan hech narsa qolmagan, mana bu ishlari jahannamga olib kirib ketgan vaqtga kelib qolgan paytda nadomatga, afsus qilishlikka kech bo'ladi. Allohu alam. Shuning uchun birodarimizning nasihatimiz mana bunday ishlardan chetlanishlik kerak. Balki kufr nizomini kufr nizomi turib, mana shu davom ettirishlik uchun eng katta bir rukunlaridan bu mana shu e'lom, ma'lumot tarqatishlik, reklama tarqatishlik, barcha media sistemasi bu kufr nizomini turishlikda va davom ettirishlikda bo'ladigan eng katta rukunlaridan biri. Va reklamalar ham mana shuni hukmiga kiradi. Vallohu alam.